Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugungi video obzorimizda eski partiyadagi 200 litrli mishelkamiz hamda yangilangan partiyadagi 200 litrli zavodskiy beton mishelkalarimizni qisqacha video obzorlarini qilib, narx-navolarni aytib o'tib ketamiz. Bungacha sizlar kanalimizga podpiska bosib, like tugmachasini qizartirib qo'yaverasizlar. Obunachilarimiz uchun arzon narxlarda, skidka narxlarda chiqarib beriladi. O'tgan safargi zavodskiy beton mishelkamiz ichlarini ko'rishlaring mumkin. Ikkita pichoqli variantlarda yetib kelgan hamda o'zini tog'oralari yapaloq variantlarda bo'lgan. Bu safargi zavodskiy beton mishelkamizni tog'oralari uzunchoqroq variantda bo'ladi hamda motorlari o'tgan safargi zavodskiy beton mishelkamizning motori 850 vatli bo'lsa, bu yangilangan versiyadagi zavodskiy beton mishelkamizning motori 950 vatli variantlarda yetib kelgan. Ramalari ham bir xil bo'ladi, lekin motorlarida, o'zini tog'larida farqlari bo'ladi. Hamda ko'rishlaring mumkin, shesternalarida hech qanaqa farqi bo'lmaydi. Buniki ham chugun shesternalardan, buniki ham chugun shesternalardan qilib ishlangan bo'ladi. O'zini dastalari ham ikkalasida ham mavjud bo'ladi. Ramalari 220 volt tokka ishlashga mo'ljallangan bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin, bu zavodskiy beton mishelkalarimizning ichidan o'zini ikkitalik pichoqlari chiqadi hamda o'rnatishga o'zini bolt go'ykalari, garantiya qog'ozlari chiqadi. Garantiya qog'ozlariga 6 oyga garantiyalari yozib beriladi. Kimga shunaqa zavodskiy beton mishelkalardan kerak bo'ladigan bo'lsa, eski partiyadagidan hamda yangilangan partiyadagidan yetib kelgan, kimga qaysi biridan ma'qul bo'ladigan bo'lsa, xohlasalaring uzunchoqdan, xohlasalaring tog'orasi yapalog'idan yetib kelgan, bemalol kelib xarid qilsalaring bo'laveradi. Bundan tashqari barcha turdagi zavodskiy beton mishelkalarimiz mavjud. 160 litrdan boshlab 260 litrgacha bo'lgan eng katta zavodskiy beton mishelkalarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bemalol kelib xarid qilishlari